ko'pchilik Rimda o'qiydigan talabalar kiyim-kechak sotib olish uchun yakshanba kuni bo'lib o'tadigan Porta Portezia barxolkasini kutishadi. Bu videoda Maximo Business Centerdagi Primax magazinidagi narxlarni ko'rib chiqamiz. Ichkariga kirishimiz bilan bizni qarshi oladigan atmosferadan bahramand bo'lib, birinchi etaja ko'tarilamiz. Dastlab manekendagi kiyimga ko'zim tushdi. Qalingina palto va shenfer sharflarni yuqasidan tortib qalinigacha mavjud va ko'cha bozorlarida 15 yevroga ko'rgan. Shuningdek 7 yevrodan 25 yevrogacha har xil turdagi sumkalarni topish mumkin. 8 yevroga shapka, 2-5 yevroni tashkil qiladigan turli xil bujuteriyalar bor. Hayratlanarlisi, ushbu sapog 7 yevro. Bundan tashqari qish mavsumi uchun uzun kalta yetiklar, krossovkalardan tortib balerianka oyoq kiyimlarini ham ko'rish mumkin va qizlar uchun kosmetika jihozlari turiga qarab 2-10 yevroni tashkil qiladi. Uzun kurtkalar 20 yevro, har xil turdagi rubashkalar esa 9 yevroga uchratish mumkin. Magazin juda ham katta, sportivniy kiyimlar, bolalar kiyimlari va boshqa turdagi kiyimlar ham bor. Biz esa chemadon olish uchun ushbu lokatsiyaga tashrif buyurgan edik. Manzil lokatsiyasini Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Hozircha xayr.